Yil odam ro'yxatida 17-o'rinni egallagan Yunetta marhamat. Sizni ishdan bo'shatishgan ekan. Sobiq hamkasblari yozinglar, bekordan beshasiz unaqa bo'lmagan. Sizga qarab meni ko'nglim aynayapti. 5 million dollar yig'ib bersa tashlaysizmi ashlik? Ona hayvonlardan chiqib keladigan narsa. Man deb o'zbizda bo'lgan. Chestniy bo'lsin, любое tushgani. Живи долго и счастливо. Rozmetovdan bayramga munosib tandir go'shti. Rozmetov bayram go'sht delikateslari. Hey, hammaga salom. Bu Rost Gap Show va bugun bizning maxsus sonimiz negaki bir necha kunlardan so'ng 2026-yil kirib keladi va hozir hamma yoqda bayramona shukuh hukm surmoqda. Takoy gaplarni qaranglar. Hamma qadar shoshyapti, nimadir ishlarni rejalashtiryapti, kimdir ta'tilni, kimdir bo'lsa bozorlik qilishni allaqachon boshlab yuborgan va albatta agarda kolbasa olish kerak bo'lsa bayramga nima brenddan olishni bilasizlar? Va albatta maxsus sonda bizda maxsus mehmonimiz bor va Time jurnalining so'rovnomasiga ko'ra 2025-yilning yil odam ro'yxatida 17-o'rinni egallagan Yunetta marhamat. Kutib oling, olqishlar. Montajyorimiz qo'shib yuboradi, ajoyib. Yanvar, fevral bu ta'til mavsumi, hamma yo Tailandga, yo Baliga, yo Sharm el-Sheyxga. Shunaqa, mayli ishdan havasini qilib olaylik, keyin dam olgani boramiz. Albatta, поэтому yangi yilda har doim dam olish kerak. Ha, ishtaha qanday? Bugun kolbasalarni yeyishga tayyormisiz? Albatta, men nonushtatsiz keldim, obedsiz keldim, чтобы siz bilan hamma narsani yeb qo'yish uchun. Bo'ldi. Ko'ngil aynashga qarshi tabletkalarni ham olgansiz degan umiddaman. Meni ko'nglim baquvvat, anaqa bo'lmaydi. Ko'ramiz, qani ko'ramiz. Unda boshladik. Rozmetovdan bayramga munosib payrulet. Toy boldirini 5 soat marinadlab qo'yamiz. Rozmetov bayram go'sht delikateslari. Mana bizni bugungi bayramona stolimiz. Hammasi bor. Qazi desangiz qazi. Indeyka, ya'ni kurka go'shti, undan ham bor. Mana dudlangan kolbasalar, hammasi shu yerda. Yangi yil boshlanib ketdi. Olivye yetishmayapti, meni oyim yetishmayapti. Meni oyim juda yaxshi ko'radi go'sht mahsulotlarini. Men bu stolni ko'rsa, lekin rosa xursand bo'lardilar. Ha, unda qani ko'rsatuvda qanchalik muvaffaqiyatli ishtirok etasiz yoki yo'q, shuni ko'ramiz. Shunga qarab, balki sizga sovg'aga berarmiz go'sht mahsulotlarini, oyingizga ham sovg'a qilasiz. Voy, rahmat. Albatta, Okay. Shartlarni bilasiz, o'yinni. Da. Xo'sh, unaqada savollarga o'tsak bo'ladi. Tayyormisiz? Tayyorman. Xo'p. Doim xizmatdamiz. Ajoyib. Demak, shunaqa mishmishlar bor. Bilamisiz, stewardess bo'lib ishlagansiz. Sizni ishdan bo'shatishgan ekan. Nimaga bo'shatishgan? Kim aytgan? Mishmishlarnimi? Esimda yo'q, ko'p odamlardan. Da, noto'g'ri ma'lumot berishdi. Men o'zim xohishim bilan ketdim. Даже rasmlar ham bor, заявление по собственному желанию, увольнение yozganman. Вот, 3 hafta ichida 3 marta borganman. Iltimos uvolit qilinglar, уже charchadim, men всё не хочу dedim. Вот, и ular yo deyishgandan keyin mayli 1 marta qoldim, 2 marta qoldim. Уже 3-martaga уже miyam ham chitamadi. И bu tarafdan to'yga tayyorgarlik boshlangandi. И поэтому да, уже o'zim xohishim bilan o'zim ketdim. Hech kim meni haydamadi, hech kim meni bo'shatirmadi. Потому что bunaqa kadr ketish kimga kerak? Ana bo'lmasa. 4 ta tilni bilsam, rost, vес to'g'ri kelsa, внешностьim, tashkil ko'rinishim yomon bo'lmasa. Yomon emas. Да, как бы undan emas, ну. To'g'ri, undan emas. Да, ну как бы страшное, ну, endi anaqa ham emas-da, как бы. Qo'rqinchli emas. Да, вот. O'rgansa bo'ladi. Да, passajir, masalan, yo'lovchi ko'rsa, xursand bo'ladi. O, Yunka. Men sizni yaxshi ko'raman deydi. Okay. Вот, поэтому o'zim xohishim bilan ketdim. Lekin nimaga charchab ketdingiz? Stewardessalidan charchab ketadimi odam? Voy, конечно, siz har kuni samolyotda uchsangiz charchab ketmaysizmi? Har xil reyslarga Yo'q, 8-9 soat. tekin ovqat, maza qilib yuraman, uchaman. Turbulentlikka tushganimda, yes, nahotki bu dunyoni tark etsam, charchab ketdim, yashab urib, deb xursand bo'laman. Har kuni endi yo'lovchilar bilan charchamaysiz, chunki men odam bilan ishlashni yaxshi ko'raman. Endi har kuni 150 tadan ko'proq odamni ko'rasiz-da. Qiziq narsa bo'ladi baribir. Har xil odamlar, har xil xarakter, har xil odatlar bo'ladi odamlarda. Вот, ну, kollektiv bilan sal qiyinroq edi chiqishish, chunki hamma qizlar baribir bir-birini qoplaydi. Sizni xarakteringiz og'ir-a? Yo'q, meni xarakterim zo'r.
Siz bilasiz-ku. Ularning xarakteri to'g'ri kelmadi. Nima ular? Hasad qildimi, chiqishtirmadimi, nima bo'ldi? Yo'q, ko'p har xil gap so'z bo'ldi men tarafimga. Masalan, hamma biladi, что styuardessa har doim makiyajda bo'lish kerak. Meni ko'pchilik biladi, men ko'p makiyaj qilmayman, chunki menga birinchidan yoqmaydi, ikkinchidan yuzim tez yomonlashtiradi makiyaj. Вот. Из-за этого men yarki makiyajlarni yaxshi ko'rmayman. Ba'zi bir payt вообще makiyajsiz borardim, chunki men reyslardan keyin ko'p uxlaganman, где-то 15-12 soat uxlaganman. Tashkil ko'rinishim yaxshi bo'ladi, как отдохнувший, да? Dam olgan odamga o'xshayman, ko'zimni tegi qora emas, свежий вид, chiroyli ko'rinyapti. Поэтому просто lablarimni bo'yagandim, men bu yerda tegmasdim. O'shanga ko'p gaplar bo'lgan, nima makiyajsiz yurasan, bunaqa. Keyin u payt уже blogerlikni boshlagandim. Ko'p savollar bo'lganki, что sen blogersan, nima bu yerda qilyapsan, nima bu yerga ishlashga kelding? Bu stюардесса hamkasblar aytganmi buni? Да, как бы men aytdim, sizlarga nima вообще farqi bor? Men ishimdan tashqari nima qilaman? O'lib ketmaymanmi men ishimdan tashqari? Nima farqi bor sizlarga? Главное, eng asosiysi men ishga kelyapman, ishlayapman, yo'lovchilar bilan gaplashyapman, жалоба yo'q, hech narsa yo'q. Как бы bunga sizlarni мнениялаring shart emas. Menga detallar kerak edi, chunki ishonmayapman-da, o'shaning uchun aniqlashtirib olishim kerak edi. O'shanga so'radim qo'shimcha savollarni. Mayli izohladi. Sobiq hamkasblari yozinglar, bekorlarni beshasi aytsan, unaqa bo'lmagan. Bizni hasad qilmaganmiz. Нет, bular hozir aytadi, что sen ishlashingda ko'rdingmi? Chunki men har doim rolik qo'yaman-u, sobiq styuardessalar imенно levый akkauntdan yoki o'zini akkauntidan anaqa yozadi. Qanaqa qilib bunaqa kam ishlagan odamdan intervyu olish mumkin? Ishlar seni bilmaydi-yu. Я говорю, "Xo'p, siz 20 yildan beri ishlayapsiz. Kim sizni intervyuga chaqirdi? Kim sizni biladi? Kimga keraksiz deyapman-da?" Ana bo'lmasa. Borib ayting ularga o'zingizni, мнениyangizni, balkim sizni мнениyangiz boshqacharoq. Chunki men har bitta intervyuda nima bo'lgan taqdirda ham o'zimni aviakompaniyamni sevaman-da. Uzbekistan Airwaysga har doim minnatdorchilik bildiraman, что men bunaqa tajribani oldim, odamlar bilan ishladim. Qanaqadir kaverzniy savollar so'rasa, men doim ularning tarafini olardim. Sobiq kollegalarim har doim yozadi, menda ularga nisbatan savolim bor. Agar sizdan so'rasa, неужели siz ishlayotgan joyingizni yomonlab tashlaysiz? Masalan, siz ham o'zingizni maktabingizni yomonlamaysiz-ku. Siz har doim tarafini olasiz, har bitta odamning yonida himoya qilasiz o'zingizni ishingizni. Men ham xuddi shunaqaman. Ishondim, endi ishondim. Menga mana shunaqa hamma detallari kerak, to'liq javob kerak edi. Ay, nima deyman endi? Xo'p, g'ildirakni aylantiring, endi tushgan kombinatsiyani yeyman endi. Nima qilaman, to'g'rimi? Men aylantirishim kerak. Ha, menga tanlab berasiz-da, taqdirimni hal qilib berasiz endi. Kuchliroq savoldan boshlash kerak edi menimcha. O'zim to'xtashim kerakmi, o'zi to'xtaydi? O'zi to'xtaydi. Yuragim hozir vup, наверное, 120 bo'ldi. No, please, no. Нет, прям o'rtasiga. O'rtasimikin? Hozir men aniqlab beraman. Men o'zim bu yerda mutaxassis. No, bu yerda qutqarib bo'lmaydi, qutqarib bo'lmaydi. Trufel yog'i tushdi menga. Trufel yog'i. Humus bo'lsa ham mayli edi-da. Undazgina qiling. Yo'q, mayli endi. Qiling, montajda to'g'rilaysiz. Yo'q, chestniy bo'lsin. Trufel yog'i shirinmikin endi u qanaqa yog' ekan endi? Zo'r bo'ladi u. Yo'q, trufel yog'i o'zi shirin bo'lmaydi, lekin shakar qo'shilgan bo'lsa, lekin endi kremga o'xshab qoladi-da. Trufel yog'ichi bu qaymoq холодильникda 5 oy turadi-yu, tashlab yuboraman deganingizda oyingiz tema pirog qilib yuboraman deylar-yu. Niyada naqaga o'xshaydi, вот bilasizmi? Tuxumni qovuraysiz-ku. Yog'ini keyin отдельно salyo deyladimi? O'sha yoki undan ham yomoni bor. Bu so'zni hamma bilmaydi. Palag'da nimaligini bilasizmi? Нет. Palag'da. Balanda? Yo'q. Balandadan emas. Palag'da degan so'z bor, bu yomon bo'lib qolgan tuxum. Tuxli, ha? O'shani, shundan. Yo'q, hidini bilaylik, men bu Palag'da deydi, men to'g'ri aytdimmi, yo'qmi? Bugun Teacher Azam bilan nafaqat ingliz tilini o'rganasiz va o'zbek tilini ham o'rganishingiz mumkin va o'zingizni o'zbek tili lug'atingizni boylashtirishingiz mumkin. Shunday. To'g'ri aytdim deb umid qilaman. Izohlarda yozib qoldiringlar, balki men noto'g'ri aytgandirman. O'sha, ya'ni Давайте, yeb qo'ying. Yoqimli ishtaha. Hididan yaxshi emas. Hech qanaqa umid bermayapti. O'zingiz dori oldingizmi o'zingiz bilan? Nima oldim? Dori ko'ngil aynashga qarshimi? Da. Yo'q. Хотя вот o'sha yarmtasini to'qoy, tez. Yeb tashlang, qo'rqmang.
Unda burningizni yoping-da. Nevko'smi? Sizga qarab meni ko'nglim aynayapti. Suv qattiq edi. Rozmetovdan bayramga munosib qaza. Rozmetov bayram go'sht delikateslari. Xo'p, okey. Siz nimaga mana bu narsamni so'ramayapsiz? Ha, rostdan ham ko'rdim. Mana hozir men bo'ldi, mashhur bo'ldi shu narsa. Da. Nima deylardi bu? Pikmi-palka. Piknik. Siz bu oddiy pikmi-palka emasda, qarang, men bunga tirnoq o'stirdim. Manikyur qildirdim Gap bunga. yo'q, vashcha kuchli. Bu yerda mana endi buning deb Da, поэтому men bundoq ko'rsatdim. И meni zreniya -2,5, поэтому bu narsa menga yordam beryapti ko'rsatishga. Okey. -2,5 zreniya bir xillarda yordam beradi. Kerak emas odamlarni ko'rmaslikka. Juda ham foydali. Согласна. Okey. Show business. Bilasiz, kimni qanaqaligini, kim nima qilib yuribdi, kim nima yeb yuribdi, kim bilan yuribdi, hammasini bilamiz. Bu g'iybatlashamiz-da hozir, ha? Shu show biznesdagi shu bitta odamni bekor qilib yuborish mumkin bo'lganda, ya'ni atmay qolish mumkin bo'lganda, bo'ldi, ya'ni chiqmay u hammani haytiga qolib, hech kim ko'rgisi kelmaydi, bo'ldi, yo'qolsin, Instagramdan ham chiqib ketadi. Kim bo'lardi va nega u odam bo'lardi? Marhamat. Ну, давайте shundan boshlaymizki, что men ko'pchilikni оказывается tanimayman. Chunki где-то men tug'ilgan kunimda syomka edi. И там odam so'rayapti, men bu odammi yoki men bu odammi? Men bu odammi yoki men bu odamni? Bir 10 tacha ism aytdi, hech qaysi birini tanimayman. Я говорю, kim bilan? Men shuncha yuribman o'zbek auditoriyalarining ichida, o'zbek blogerlarining ichida, lekin yarimtasini birinchidan tanimayman. Ikkinchisi, men o'ylaymanki, что hamma odamlar o'zini joyida, chunki har bitta odamga o'zini auditoriyasi bo'ladi har doim. Вот, поэтому hech kimni men qilmasdim, chunki hammasi kerak. Даже не norm odam bizga kerak bo'ladi, чтобы bizlar o'zimizni sifatimizni teparoq ko'tarish uchun. Yoki normalniy odam, tam men bu odamni ko'rsatyapti, что kачествоsi qanaqa bo'ladi deb o'ylayman. Ajoyib. Agar o'zbek tilidan IELTS speaking bo'lganda 9 olardingiz. Yo'q. Ha, mayli, skidka qilib berdim. Lekin bu IELTS speaking emas. Bu savolga javob bermayapsiz, uni bilyapsiz, a? No, men reально, menda unaqa narsa Tanlash yo'q. kerak edi, balkimdir aytish Mani kerak. olib tashlaymizmi? Yo'q, u javob ham qabul qilmang. Siz bizga keraksiz. Sizni qo'shiqlaringiz bizga kerak. Har xil memlar yasash uchun, hate qilish uchun kerak bo'ladi. O'shaning uchun siz shoshilmang ketishga show biznesdan. Нет, я не bilmadim. Reально bilmayman kimni olib tashlash Yo'q, hech kerak. qisi yo'q, hech qisi yo'q. Baribir ovqatlanmay kelgansiz. Da, no, давайте aylantiring, mayli. Endi sizni galingiz. Hozir ko'ramiz endi. Lekin chin dilimdan aytyapman, что hech kimni hate qilmayapman. Okey, unda aylantiramiz. Вообще maza qo'ryapti. Yunatda nima bu? Qora uvuldiriq. Nimaligini o'ylayapti endi. Qora uvuldiriq nima deb o'ylaysiz mana? Qora uvuldiriq. Bilmayman. Merskiy narsami? Нет, наверное. Uvuldiriq. Bilmadim, nima ekan bu? Bu это samka deydi-ku, ya'ni hayvonlarda, ba'zi hayvonlarda ona hayvonlardan chiqib keladigan narsa. Ikra. O'sha ikra. Yomon qilib ko'rsatmoqchi edim. Qora ikra. Zo'r. Vashi bilaman zo'rligini. Я знаю, что bilaman zo'rligini. O'shanga ham jahlim chiqyapti. Men bu yerda trushel yerkanmanda, Unetdagi qora ikra tusharmish. Men pul berib yeyman qora ikrani. Tekinga yeyapti. Hop, 28 ta dona qora o'ldirib bo'lish kerak. Bu yerda hozir 16 tami shunaqa. 28 ta? Ha. 28 dona tuxumcha bo'lish kerak-da. Men bu yerda undan ko'proq. 24 ta bo'ldi. Men bu yerda undan ko'proq. Hozir hisoblab o'tiramiz bo'lmasa. Okay. Bilaman. Hozir yanada endi mana qabih savollarga o'tamiz. Hammasi mish-mishlarga asoslanganda o'zi. Men o'zimni g'iybatchi deb his qilaman, lekin uni his qilishing kerak emas. Okay? Nimaga? Chunki o'ziga Unetani o'zlariga aytolmayman. Da, всё правильно. O'zimni yomon his qilishim kerak emas. Men o'zimni yomon his qilishim kerak emas. Xo'p, oxirgi paytlarda o'zbek tilida so'z bor, apo-chapo degan. Shokir bilan apo-chapo bo'lib yuribsizlar. U videoda hali bu yerda trek yozasizlar. Apo-chapo
Ну, типа, ну, тусить Ko'p вместе. birgalikda yuramiz, Да, a? shunaqa, ha. И nimaga birga bunaqa ko'p yurasizlar? Munosabatlardamisiz Shokir bilan? Voy, yo'q, qayerdan o'ylangan inson u. Bolasi bor, 4 yoshga kirgan. Voy, Miroshka. bilmadim men Shokir aka uylanganliklarini. Da, bolasi bor, o'g'il bola, Mironshoh, va 4 yoshli. Нет, ko'p yuramiz birgalikda, потому что ular meni prodyuserim. И shunaqa bo'lib qolyapti, oxirgi payt qatga meni chaqirsa, заказчик etadi. Ularni ham ovoling o'zingiz bilan. Как бы бесплатное приложение bo'ladi-yu. Birdan bularni ham chaqiring yoki ularni chaqirsa, meni etadi. O'zingiz bilan ovoling. Zdachisiga Junetdaga ulab olinglar deydi. Okey, mana hamma narsani narxi bor-da. Baribir. Mana crowdfunding degan narsani eshitganmisiz? Ya'ni qaysidir loyiha uchun yoki nimadir qilish uchun odamlar, hamma xalq pul tashiydi, mana shu narsa bo'lsin deb. Siz qo'shiq aytishni tashlashingiz uchun crowdfundingda O'zbekiston aholisi nech pul yig'ish kerak? Сколько? 5 million dollar yig'ib bersa tashlaysizmi ashret? Unda ana narxi chiqib keldi. Ne, ну 5 million dollarga shularni tashiyman. No, qaysidir odamni topib olaman, kimda ovozi bor, unga tiklayman. U meni nomimdan qo'shiq aytadi. Okay. Hamma joyda aytadi, что man unga pul tikdim, man ularning prodyuseri, man deb O'zvezda bo'lgan. Поэтому man har doim baribir shu sohada qolaman. Xohlaysizmi, yo'qmi? Men muzika sohasida bo'laman. Yaxshi. Shuncha savollar, qo'shimcha savollar berdim, lekin Junetda hammasiga javob berdim. Matritsada Neoga o'xshab, mamnaqalariga, mana o'qlarini o'qlardan qochib hammasiga javob berdi. G'ildirakni aylantiramiz endi. Meni aylantiramanmi? Nimadir yeyman menimcha men. Urra! Shapat yeysizmi? Okay. All right. Вот. Bo'larkan, birinchi marta omadim kelyapti. Sabzavot ikrasi. Men gaplashib berdim. Rahmat. Nima duo o'qidingiz bilmadim, lekin men uchun o'qibsiz, rahmat. Sabzavot ikrasi mana oldimizda. Mana juda ham yaxshi, oila davrasida nonushtaga zo'r ketadi. Endi biz baribir mehmonlarga yaxshirog'ini bermoqchi bo'lamiz-ku. Agar premiumi bo'lsin desangiz, unda bizda mana hozir ko'rsataman. Bizda mana lazgi degani ham bor. Lazgi dudlangan kolbasalar, bu endi premium kolbasalar, u endi mehmonlarga yoki quda taraf, deydi-yu, o'sha qilaga bersa, qo'ysa bo'ladi stolga. Umuman uyaltirmaydi. Bu ham uyaltirmaydi. O'ng qo'lda. Вкусно? Okey, keyingi savolga o'tamiz. Yunettaxon. Bu savolning javobini men o'zim ham bilaman. O'shani aytsangiz, to'g'ri, qabul bo'ladi. Aytmasangiz, demak, to'g'risini aytmayotgan bo'lasiz. Mana shu bloger do'stlaringiz orasidan kim yaxshisi qo'shiq aytmagani ma'qul? Mana qara, aytma ashula tashab yuborgan deb kimga aytgan bo'lardingiz? Qaysi hamma blogerlar ashula ham aytmaydi-yu? Yo'q. Qaysi blogerlar? Bor, tanishlaringiz orasida bor, ashula aytadigan. Tanishlarim orasida? Qo'y, sen aytmagin deyishingiz kerak borib. Ne, ular hammasi menga shunaqa aytadi. Yo, siz ham kimgadir aytishingiz kerak-da. Ne, siz hozir meni provokatsiyaga ushlashni xohlayapsiz deb o'ylayman. Qanasi? Asl tilla yeganmiz kolbasadan? Tilla yemagan? Okey. Demak, savolga javob bergingiz kelmayapti. Javob berdim-ku. Xo'p, siz men nimadir yeyishimni xohlayapsizmi? Davis aylantiring, men yeyman, davay. Yo'q, to'xting. Ya, aylantiring. Aylantiring. Bo'lib ketdi-ku. Qani bu odamga hali qaytamiz. Хорошо. Rozmetovdan bayramga munosib tandir go'sht. Rozmetov bayram go'sht delikateslari. Hop, aylantiramiz. Yunetdan nimaligini bilasanmi? Qaysi biri? Mana turibdi, oq turibdi-ku o'shanisi. Da. Какой-то ko'pirtirilgan qaymoq. Ko'pirtirilgan. Shunday, ko'pirtirilgan. Xo'p, nima tushdi bizda? Bo'ldi, tushdi. Xo'p, Kinder, u nima degani? Nima degani Kinder? Kinder shokolad? Da, to'g'ri. Bu asl tilla bu. Asl tilla bilan Nima bu? bizda Kinder. Kindermi? Kinder shokolad go'shtidan, asl tilla bo'lsa kurka go'shtidan. Kurka это Injuk. индейка. Shunday.
Вот. Да, можно, да. Окей. Wow. Gap yo'q. Это Yaxshimi? вкусно. Qanaqasiga? Kichkinaligimda har doim shokolad bilan kolbasani birgalikda yeganman. Qanaqasi yeyish? Ну, вкусно. Попробуйте. Rahmat. М, Crowdfundingdan 500 ming yig'aversa yeyishim mumkin. м. No! Men yutdim-ku, men yutqizganim yo'q. Yemayman. Колбасасыз просто угощаю. Okey. Просто шоколад. Bo'pti. Колбасасы yo'q. Xo'sh, savollar bir-biridan qiziqarli, lekin bizda topshiriqlar ham bor. Mhm. Men aytib ketgandim, hali qaytamiz u odamga deb. Dugoningiz Masha Tilayeva bilan yaqinda fit qildinglar, duet qildinglar. Dugoningizmi yo shunchaki? Gonam, конечно. Bu duetdan to'g'risini rosa ham xursandman. Nimaga? Chunki agar Masha alohida ashula chiqarganda siz alohida chiqarganida biza ikkita ashula eshitishimizga to'g'ri kelardi. Sizlar duet qildinglar, faqat bitta eshitdik. Yoqmadimi ashulamiz? Endi hamma didi har xil. Nimasi yoqmadi? Hozir siz topshiriq bajarasiz. Yo'q, bu savolga men javob bermaslikka haqqim bor va javob bermayman. Topshiriq mana bunday. Masha Tilayevaga qo'ng'iroq qilib, Masha yaxshimisan qaraysan. Qara, Masha senga hozir Afrikada. Afrikaga qo'ng'iroq qilasiz Telegramdan-da. Qara, endi dugonalik senga maslahatim. Men o'zim ham ashulani tashlayapman. Qo'y, xalq qiynamaylu. Yo'q, unaqa qilmang. Boshqa ashula- topshiriqni bering. Ashula aytma. Niyat, Deyish nima kerak. qilmang? Topshiriq shu. Давайте Men boshqa. so'radim dugonamsizlar deb. Ha dedingiz. Agar yo'q, просто tanishim deganingizda bunaqa narsa aytmagan bo'lardi. Nelar, Маша, пожалуйста, не бери трубку. Olmasachi trubkani. Afrikada hozir soat necha Afrikada? Давайте birinchidan ko'raylik. Ular Cape Townda. Men hozir ularni uyg'otmay, ana tam Arno chiroyli bo'lmaydi bu menimcha. No, Cape Town bizdan menimcha 2 soatmi farq qiladi xolos. Вот, смотрите, Маша Tilayeva была на этой неделе. Ko'ryapsizmi? Вот, men aldamayapman. Qani ko'ringchi yaxshilab. Yopi anaqasini. Ну, вам-то можно, вот. Была на этой неделе. Mana. Men Tushunaman. aldamayapman. Okey. Unda boshqa topshiriqqa o'tamiz. Да, слава богу. Маша, спасибо. Живи долго и счастливо. Yunata qaysi o'sha Gollivud deyilmaydi, o'sha Amerika deydi, AQShdagi yoki Yevropadagi inglizcha deydimi, fransuz farqi yo'q. Tilda qo'shiq aytadigan qo'shiqchilarni sevib eshitasiz, ashulasini yodlab olgansiz, kimni maza qilib eshitasiz. Почти hech kimni men ko'proq rus ashulalarni Xo'p, eshitaman. kimlar ruslardan? Makan. Makan. Ha. Xo'p, yana ayollardanchi? Ayollardan Mona, Anasti. Ну, Anasti тоже сейчас kamroq eshitishni boshladi. Kalanga bormay qo'ydingizmi? Нет, просто siqirishni to'xtatdim, поэтому Monaga o'tib oldim. Okey, Anasti, u bilamiz, ko'p mashhur qo'shiqlar bor. Qaysi qo'shig'i mashhur? Qaysi qo'shig'ini siz yaxshi bilasiz? Men hozir sizni topshiriq bajarishga to'g'ri keladi. Qarang lekin, men bu aylantirib eng yomonsidan tushirib beraman. Okey. Yaxshilab o'ylab Anna ko'ring. Astimi, Monami, kim bo'lsa ham o'shalarni qo'shig'idan bir shingil, bu degani 8 qator mayli, 8 qator aytib berasiz. Jonli. Ну, можно хотя бы плюс-то qo'ying qulog'im tagida. Mayli, xo'p. Можно? Plusmi? Yo'q, minus edi. Нет, Minus. плюс. No, come on. Karaoke deb yozasiz, bo'ldi YouTube'ga Mona nimadir karaoke. Stесняюсь, я не хочу. Siz professional xonandasiz axir, Yunetta. Ну, vokalga boryapman, ну, ozgina. Hech qisi yo'q, biz izohda hamma sizni qo'llab-quvvatlab yozadi. Нет, пожалуйста. To'g'ri, Yunetta o'xshamagan Нет, hech qisi yo'q, давайте, lekin. следующий шарт. Следующий emas, bu demak Boshqa shart bering. g'ildirak. Да, давайте, hop. G'ildirak. Hop, Okey. yeyman, nimadir yeyman, roziman. Хорошо. Mayli. Hozir qulog'imga redaktorlar xabar berishdi, ular aytdiki, mayli. Plusda aytsin, qani ko'ramiz deyishdi. Okey. Marhamat. Сейчас. Я меняла адреса, лето еле перенесла. Знаешь, все, что ты потерял, это все, что я не спасла. Из города дорог, вокруг пыль, пепел и смог. Я найду тебя по памяти, я без памяти в тебя. Wow. Rap joyini o'qib berardim, lekin. O'qib berardik. Yo'q, ko'nglim ayniydi, shart emas. А что, подо мной М5, асфальт 8, у нее биркин цвета осень, не знаете? Yo'q, mashhur ashula. Нет, мам, bu
Тоже mashhur ashular. No, Ha. это тоже брат. Bu ashulani juda yaxshi bilaman, chunki 11 dan keyin pastimizdagi kalyanxonada baland qo'yganda so'kaman. O'chirlaring deb, o'shaning uchun juda yaxshi bilaman bu qo'shiqni. Ну, простите, я просто постеснялась. Вот вокалда yaxshiroq aytaman. Я могу вам видео поставить, если вы хотите, с Уже вокалом. aytganingiz. Да. Mayli, uni ham Вот. tomosha qilamiz, deganda yo'q, to'g'rimi? Если хотите, то да, так могу. Но просто я... Demodan-da bu, to'g'rimi? От тебя в такси домой, я иду заплаканная, думала, что ты другой, но вы одинаковые, надо думать головой, точку вместо запятой, я была разбита, я была разбита раз и поломана тобой. Yaxshi, ajoyib. Mayli, aylantiravering, любойga tayyormiz. Aylantiravering, jo'natdi, nima bo'lsa. Так, что, nima yeysiz? Chestniy bo'lsin, любой tushgani, aylantiravering. Все, хорошо. Harakat qilamiz hozir. Xo'sh. Vau! Vau! Tushib qoldi, qarang. Yaxshi. Omadli. Ko'pirtirilgan qaymoqmi? Yo'q. Нет, вот. Prям Baliqning qarang qizil hozirda. uvildiradi. Okay. Shuni xohladingiz-ku? Shuni dilimdan shuni xohlagandim. Duo ketdi va rostdan ham baliqning qizil uvildiradi. Ajoyib. Omadimga qoyilman. Omadimga Man даже qoyilman. sizga qo'yib beraman. Rahmat. Попробуйте. Yangi yil. Xo'sh, ana endi yana savollarga o'tamiz. Agarda bu ham mana xonanda Timur Alixanov, yaxshi tanisizmi Timur Alixanov? Tanisiz. Agar duet taklif qilganda, Yunat damay duet etamiz desa, nima derdingiz? Nimada javob bergan bo'lardingiz? Va qanaqa qo'shiq bo'lardi? Nima haqida bo'lardi? Bilmadim, lekin ha derdim, chunki Rossiyada Nyusha bilan Yegor Krit birgalikda duet etgan, hatto ular oldingi payt munosabatda bo'lgan. Buni hamma biladi, da. Keyin Nyusha uni tashlab ketdimi, adashmasam, mana bunaqa narsa bo'lgan. И вот yillar o'tgan, Nyusha erga tekkan, Yegor Krit ancha qizlar bilan yurgan. Короче, mana bunaqa har xil narsalar bo'lgan. Yegor Krit qizlar bilan yuradimi? O'g'illar bilan yuradimi? Bilmadim. No, endi qizlar bilan ko'p yurganda, munosabat qurgan demoqchiman, bir nechta qizlar bilan. И Yegor Kritda qaysidir albom chiqdi, bilmadim, esimda yo'q. No, bilaman, что ularni Nyusha bilan qo'shig'i bor, Mr. и Mrs. Smith degan qo'shig'i. Я и ты как Mr. и Mrs. Smith. Это не любовь, так что без обид degan qo'shiq. O esimga tushyapti. Ha, Da, ha. bildingiz? 12,5 kalyanxona. Bo'ldi, esladim. Da. Вот shularni misolini olib, почему бы нет? No, men bilaman, что bu narsa hech qachon bo'lmaydi. Chunki baribir bizlar yaxshi munosabatda qolmadik. Вот, поэтому mani мнениемga keladigan bo'lsak, nimaga yo'q? Nega endi yo'q? Okay, bu javobingizni qabul qilamiz va bu degani yana bir bor sizdan iltimos qilaman. Menga ham noqulay qiz bolani ovora qilib, undan turg'izib qildirib aylantirish, lekin majburman. Mayli, siz aylantiring, men O'zimga. Men o'zimga. Men sizni galingizni o'zimga olaman. Rahmat, bu oliyjanoblikni, oliy xonimlikni unutmayman. Rozmetovdan bayramga munosib bayrulet. Toy boldirini 5 soat marinadlab qo'yamiz. Rozmetov bayram go'sht delikateslari. Bayramlar bilan Megajon. Okay, mevali kanapa va ular o'rtasidagi kolbasa. Banan, ajdarho meva va kolbasa. Yaxshi ekanmi? Narsa yo'q qo'rar ekan. Bu qizga ma'lum, to'g'risi. Meva bilan ham, shokolad bilan ham. Sizda unaqa детство bo'lmagan deyman, yoshlik bo'lmagan. Sizga e'tibor yoqadimi? E'tibor markazida bo'lish yoqadimi? Ha. Narsistik qanaqadir moyilligingiz bormi? Narsistmisiz? Нет, xohlasam, xohlamasam, men har doim e'tiborda bo'laman. Yigit sababli dugonangiz bilan urushganmisiz? Yo'q. Arziydi yigitlar bu narsaga, to'g'rimi? Okay. Ну, если вот eski situatsiyani hisobga olmasak, qolgan umrim davomida yo'q. Okay. Hozir ishqiy munosabatlardamisiz? Ishqiymi? Ishqiy? Любовный отношения. Romantik munosabatlardamisiz? Yigitingiz bormi degani? Yo'q. Tomoshabinlar, tushundinglar. Okay, harakatinglarni qilinglar. Imkoniyat bormi?
tomoshabinlarda. Tomoshabinlarda смотря kim tomosha qilyaptilar. Da. Agar gelikingiz Mercedes bo'lmasa, o'tiring joyingizda. Tomosha qilavering. Shunaqa qizga o'xshaymanmi? Yo, endi shunaqa degan bir anaqa bor-ku, fikr bor. Что bolalarda gelik bo'lishi kerak, Mers bo'lishi kerak degan. O'zimda yo'q bo'lgandan keyin qattiq Mhm, bolalarda. mhm. Mahsulotni tatib ko'rmasdan turib reklamaga rozilik berganmisiz Yo'q. qachondir? Yo'q. Mana bu postlaringizdagi ba'zi kommentlarni o'chirib tashlaganmisiz? Yo, bu umumiy anaqani bizvot atmosferani deb kommentariyalarni o'chirasizmi? Yo'q. Qoldiraverasiz. Har bitta postimni ichiga kirsangiz, ko'p heyterlar kommentariyasi bo'ladi. Oldinlari o'ylagandim, balkim o'chirib tashlay. Keyin o'ylab qoldim, heyterskiy kommentariyalar rolikni o'sishga yordam beradi. Поэтому уже qoldirdim hamma kommentariyalarni. Ana endi biroz jiddiyroq savollarga o'tamiz. Qachondir Instagramda hammasini o'chirib, bo'ldi, men tark dunyo qilib ketaman, Grenlandiyada yashayman degan fikr bo'lganmi? Bo'lgan. Qachon bo'ldi oxirgi marta shunaqasi? Где-то 2-3 oy oldin ijodiy krizis bo'lganmanda. Hozir ham xuddi shunaqa narsa bo'lyapti. Hamma narsani tashlamoqchiman и ketmoqchiman вообще media пространствоdan. Но пока что o'zimni qo'limga olib, harakat qilyapman hamma narsani Joy-joyiga qo'yishga. Da. Okay. Qachon oxirgi marta haqiqatdan baxtli edingiz? Qaysi holatda? 1 noyabrda Shohrux konsertida. Gap yo'q. Aniq javob tayyor. Потому что joningga jon, jononaman, jonim, men seni tanladim. Eng yaxshi ko'radigan qo'shig'im, и uni men jonli ijroda ko'rib, o'zlarini ko'rib, prям и shu yonimda ham o'rtoqlarim bo'lgani uchun bu kun men uchun juda baxtli bo'lgan. Wow. Rozmetovdan bayramga munosib qaza. Rozmetov bayram go'sht delikateslari. Ay, bu ko'rsatuvdan keyin men go'sht mahsulotlariga bo'lgan munosabatimni qaytadan ko'rishim kerak bo'ladi. Albatta, men ham. Mazza qildingmi? Хотя aytdim, что meni oshqozonim baquvvat, menimcha xato deb aytganman bu narsani. Ha. Bilmadim, mana yangi yil oldi biz ishtahamizni buzib qo'ymadik deb umid qilamiz, lekin tan olish kerak, Rozmetov go'sht mahsulotlariga gap yo'q va albatta sizni bugun quruq qo'l bilan jo'natib yubora olmaymiz. Bayram oldi. Biz hamma mehmonlarga sovg'a beramiz va yangi yildan oldin bu ayni paytida hozir. Давайте. Bo'ldi, bu faqat og'ir, sovg'amiz og'ir. Mayli, men sport bilan shug'ullanayotgan qizman. Chemodanlar bundan ham og'ir bo'ladi. Ya'ni, ehtiyot bo'ling. Normal, rahmat. Buni men srochno oyimga jo'nataman, Samarqandga. Ular qazni yaxshi ko'radi va Rozmetov mahsulotlarini juda yaxshi ko'radi. Ajoyib. Uyimizda har doim bo'ladi va stol ustida har doim turadi. Imенно yangi yil paytida ham. Juda ham yaxshi, ajoyib. Sizlarga qaysi kombinatsiya yoqdi va qaysi Rozmetovning go'sht mahsulotlari sizlar uchun tabiiylarga, diylarga mos va yangi yilda nimani tamaddi qilmoqchisizlar? Albatta yozib qoldiringlar, like bosing va obuna bo'ling. Va albatta tomoshabinlarga ham kirib kelayotgan yangi yil baxt omad olib kelishini so'raymiz. Junetta, sizga esa yanada yaxshi yangi hit qo'shiqlar, fitlar, treklar tilab qolamiz va kamroq heytlarni ham tilab qolamiz. Rahmat. Shunday. И tomoshabinlarga ham kirayotgan 2026-yil bilan tabriklab qo'yamiz. Izohlarda heyt qoldirmanglar. Bo'lmasam sizni ham 2026-yilingiz heyt bilan o'tadi. Shunda yangi yilni qanday boshlasang shunday o'tkazasan deydi-ku. Shunaqa. Albatta, bu rost gap show edi. Yana bir bor bayram bilan kirib kelayotgan. Xayr, salomat bo'ling. Ura! Rozmetovdan bayramga munosib tandir go'sht. Rozmetov bayram go'sht delikateslari.